elektr tok ishlab chiqarishi BYD son chempiondan ko'ra ancha ko'proq. Lekin ichida chempionnikidan kerak bo'lsa kattaroq. Aytyapman-ku, chempionni o'ringa o'rinni bosa oladi. Kerak bo'lsa undan ustun bo'lgan ushbu mashinamiz. Ha, narxga keladigan bo'lsak, bu mashinamizni oldin aytib o'tay. Endi kelib o'zlaring kelishib olaverasizlar. Kuchi yetmay qoldi, 1,5 atmosferli mashinani, og'ir 2 tonnali mashinani tortishga degan gaplar bo'lmaydi. Bu 185 deyapti. Ya'ni batareykasi ham kerak bo'lsa chempionnikidan kattaroq. Ichiga kiramiz, salonlarni yana bitta ko'ramiz. O'rtasida displey ham bor. Chempionlarda yo'q. Orqa ham xuddi juda ham keng, bemalol yotib o'tiribman. Kelinglar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa qayerda. Zo'r joy qilingan. Bagajimizni orqa qismini ham ko'rib qo'yamiz. Kerak bo'lsa ko'chada tez zaryad qilasizlar. Eng qizig'ini aytayman akalar sizlarga, chempionda bo'lmagan bitta funksiya. Bu mashinani chempion gibriddan ko'ra ancha yaxshiroq va endi trendga chiqadigan mashina deb o'ylayapman. Va parallel gibridlar ichida eng arzon, eng zo'r mashina mana shu hisoblanadi deb o'ylayman. Test drive ko'raylik. Yurishlari zo'r. Aqlli qilib ishlangan ekan, motorga og'irlik kelmasligi uchun. Qaranglar, shu narsalargacha hisobga olingan ekan. Tezlanishi o'zgardi. Endi yana o'zgardi. Tormozlashi ham zo'r ekan. Qoyil. Sportda tortish vaqti zo'r ekan, lekin bori haqiqiy benzinli mashina mingandek his tuyg'u berar ekan, lekin bori sportda. Nimaga maqtayapsan bunchalik deyishinglar mumkin. Prosta men gibridli mashinani bunaqa arzonini ko'rmaganman. Elektromobillar bo'yicha O'zbekistonda chempion bo'lgan mashina bu BYD son chempion bo'ldi. Lekin gibridlarda ichida esa Lixiang mashinasi gibrid bo'yicha chempion bo'ldi. Lekin gibrid bo'lishiga qaramasdan u ketma-ket gibriddi yoki uni gibrid ham deb atab bo'lmaydi. Uni masofasi uzaytirilgan elektromobil deyiladi. Ya'ni haqiqiy gibrid emas. Bunaqangi gibridlar qatoriga Leapmotor'dagi gibrid mashinalari, Dongfeng Ipai 008dagi, Deepal'dagi shunga o'xshash hatto Aion i60 da ham gibridi, ketma-ket gibriddir. Shu mashinalar mashhur bo'ldi bizda. Bularning ichida haqiqiy gibridi bori qaysi desanglar, hammasini rastamoshkasi qimmatligi uchun o'ta qimmat bo'ldi. Masalan, bulardan Zeekr 9X haqiqiy parallelli gibrid, Denza N9 haqiqiy parallelli gibrid, Leopard mashinalar bular haqiqiy gibrid mashinalar hisoblanadi, lekin rastamoshkasi qimmatligi uchun, o'ta qimmatligi uchun ko'pchilik olmadi. Haqiqiy gibrid mashinalarning ichida eng arzoni hozirgi kungacha elektromobil BYD chempion bo'lgan bo'lsa, gibridlar bo'yicha, haqiqiy gibridlar bo'yicha ham eng arzoni BYD son chempionni gibridi bo'ldi. Lekin uni narxi ham avtosalonlarda ko'rishingiz mumkin 30 ming tepasida. Agar xato gapirayotgan bo'lsam, bemalol kommentariyada nech pulligini to'shnisini bilsanglar yozib yuboringlar. Lekin meni fikrimcha 33 ming atrofida yoki undan tepasida. Lekin men sizlarga chempionda gibrididan ham yaxshiroq bo'lgan, sifatda ham, funksionallikda ham undan ancha yaxshi bo'lgan, lekin narxida undan ancha arzon bo'lgan boshqa mashina topib qo'ydim. Bu videoda ushbu mashina bilan tanishamiz. Kutib olinglar, qarshimizda Dongfeng Fengsheng Aeolus L8. Siz O'zbekistonda avtomobil savdosi sohasidamisiz? Chet eldan elektromobillar importi bilan shug'ullanasizmi? Import mashinalariga avtoehtiyot qismlari sotish bilan shug'ullanasizmi? Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish sohasidamisiz? Va yoki elektromobillarga doir har qanday biror bir sohada bo'lsangiz, savdo hajmini kengaytirishni, yangi mijozlar topishni va bozordagi mavqeingizni oshirishni xohlaysizmi? Unda siz uchun zo'r taklif. Endi siz o'z brendingizni va mahsulotingizni ushbu kanalda reklama qilishingiz mumkin. Hamkorlik uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Kelinglar akalar, endi bu mashina haqida ozgina tanishib chiqsak. Bu mashinani nimaga men BYD son chempion gibrididan ancha yaxshi deyapman? Asosiy sabablardan bittasi, birinchi o'rinda BYD son chempionda atmosferniy dvigatel bo'lsa, bunda esa turbo, 1.5 turbo, 154 ot kuchiga ega bo'lgan turbo dvigatel joylashgan. Bu degani elektr tok ishlab chiqarishi BYD son chempiondan ko'ra ancha ko'proq. Xo'p, ikkinchisi bu mashinani chempiondan yaxshiroq deganimi? Sababdan bittasi diskasi
O'ti chempionlargidek 19 bo'ladi, ammo lekin Michelin balon taqilgan bo'ladi. Endi qolgan joylari bo'yicha orqada qolmasligini aytib beray. Mashinamizni uzunligi bo'yicha chempiondan 1 santimetrgagina kaltaroq. Bu ham katta narsani farq qilmaydi. O'sha ham bo'lsa, mana bu tumshug'ini chempionni bilsalang uzunroq, o'shani hisobigadir. Lekin ichida chempionnikidan kerak bo'lsa kattaroq. Ikkinchisi eni chempionnikidan 2 santimetrga elliroq va bo'yi 1 santimetrga balandroq. Aytyapman-ku, chempionni o'ringa bosa oladi. Kerak bo'lsa undan ustun bo'lgan ushbu mashinamiz. Narxga keladigan bo'lsak, bu mashinamizni oldin aytib o'tay, 30 ming atrofida baholashyapti. Shu indeks bozorida 30 ming atrofida narx qo'yishgan. Endi kelib o'zlaring kelishib olaverasizlar. Men mashinani tanishtiraman. Xo'p, mashinamiz oldi tortadigan bo'lib, oldida 100 kilovat elektromotor joylashgan, ammo lekin kapot ostida 1.5 turbolik 154 ot kuchlik dvigatel joylashgan. Dvigatelning asosiy ishi nafaqatgina elektr ishlab chiqarish va balkim katta tezlikka chiqqanda ushbu mashinamiz avtomatik parallelni mashinani baloniga ulanadi. Ulanib birgalashib ishlaydi. Bu yoqdan elektr tortadi, bu yoqdan 1.5 turbo dvigatel mashinani tortadi. Katta tezliklarda ushbu mashinamizni batareykasi tugab qoldi, zaradi yetmay qoldi, bo'g'ilib qoldi. Toqqa chiqib ketayotganda kuchi yetmay qoldi, 1.5 atmosferli mashinani, og'ir 2 tonnali mashinani tortishga degan gaplar bo'lmaydi. Ya'ni bu mashinamiz chempiondan ko'ra yengilroq yura oladi degani. Xo'p, bu mashinamiz og'irligi 1949 yoki 44 kilogramm, qisqasi 1950 deylik, chempiondan sal og'irroq. Undan keyin ostiga 30.3 kilovat soatlik batareyka o'rnatilgan jelezofosfat. Xo'p, endi bu mashinamizni to'liq batareykada yurishi Xitoy standarti bo'yicha 185 km deyiladi. Yevropa standarti bo'yicha 142 km deyiladi. O'zbekiston standarti bo'yicha o'zlaring topinglar. 100 km mi, 120 km mi? Kommentariyada qoldirib ketinglar. Chempionda bormidi shunaqasi? Xitoy standarti bo'yicha 160 lik eng maksimumi. Bu 185 deyapti. Ya'ni batareykasi ham kerak bo'lsa chempionnikidan kattaroq. Xo'p, bu mashinamizni endi kelinglar boshqa tomonlardan ko'rib chiqamiz. Ushbu mashinamizda ham chempiondagi kabi 360 kamerasi bor. Atrofiga 4 ta kamera qo'yilgan 360 ni ko'rish uchun va oldiga video olib ketadigan yana bitta kamerasi bor. Bu kamera nafaqat video oladi, oldini ham ko'radi. Ya'ni bu video ancha aqlli hisoblanadi. Bu kamerasi oldini hisob-kitob qilib yuradi. Ya'ni adaptiv cruise controlli ishida o'z xizmatini ko'rsatadi. Xo'p, bakoylarimiz o'sha eng qiziqtirgan narsa bu mashinani eshiklarini ruchkasida. Eshik ruchkasi xuddi Volkswagen'da qangi nemetskiy standartda ishlab chiqarilgan, ya'ni ochqich emas, knopочный. Knopkasini bitta bossa ochadi. Yana shiqillashdan bilsalang bo'ladi. Yopilishida ham xuddi shunday. Knopочный ochadi, yopiladi. Ya'ni mexanический emas. Bu birinchisi. Ichga kiramiz, salonlarimizni ko'ramiz. Salon ranglarimiz o'ta ham chiroyli qilingan, ko'zni charchatadigan qizg'ish emas. Dongfeng Yipay 008 da e'tibor bergan bo'lsalaring 5 o'rindig'ligini oranjiy rangidan qo'yilgan, ya'ni yorqin emas, bo'g'iq charchatmaydiganidan qilingan. Hop, oynaklari xuddi boshqa mashinalar kabi, qimmat mashinalar kabi 2 qavatli qilingan, hatto mana bu oldi labovoy ham 2 qavatli. Hop, ochqichimiz mexanический emas, mana bu knopочный, xuddi orqa tashqariga o'xshagan ichkarida. Endi zarati qolmasa qanaqa qilib bu ochamiz deydigan bo'lsak, mana shu tagida mexanический ochadigan joyi ham mavjud. Mana exit degan joyi bor. Ya'ni batareykasi tugab qolsa, elektr kelmay qolsa, bu narsa ham bor. Hop, elektropaket, to'rtala oynaga maytdan boshqariladi. Hammasi avtopodiyomniki, ya'ni ko'targ'ich tushirgichlari avto hisoblanadi. Sideniyasi keladigan bo'lsa, sideniyasini bitta ko'rishimiz mumkin. Chempionlardagi emas, C-line'larga o'xshatib chiqarilgan yangicha zamonaviy uslubda abduf abagrevlari mavjud. Chempionda bo'lmagan yana bitta narsa, shopirga yana masaj ham qo'yib qo'yilgan. Yana bitta savol. Chempionimizda nechta kolonkasi bor? Bilsanglar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Men sizlarga ushbu mashinada nechta kolonkasi borligini aytaman. Ushbu mashinamiz ichi 19 ta kolonka bilan jihozlangan bo'lib, orqasiga hatto subwoofer ham qo'yilgan. Xo'p, sideniyasini, kontrollarini ko'ramiz. Tepaga tushadi, pastga ko'tariladi, oldiga, orqaga yuradi. Belini tushirib chiqaradi va lumbar supportlari ham belini supporti bor, ya'ni tagini ham ko'tarib tushiradigan supportimiz mavjud. Kelinglar, men mashina ichiga endi o'tirib olay. Xo'p, mashina ichiga o'tirganimizda, xo'p, chempionlardagi malakaga ega nimasi yo'q.
To'g'ri, kimgadir bu narsani bo'lishi yana ham chiroyli ko'rsatadi. Misol uchun, baxilgilarga bu narsa endi eskilik sarqitiga ham o'xshaydi degan narsa desak bo'ladi. Lekin to'g'ri gapni aytadigan bo'lsak, haqiqatan ham mana bu yerdagi chiqib turishlar uje bu ilgarigi elektronniy yorug'lik yetishmaganligidan qilinganda bu narsa o'zini sababi bo'lgan. Hozir yorug'lik yetishmaydigan ekranlar yo'q. Yorug' kunda yop-yorug', qorong'ida qorong'ilashtirib beradi avtomatik. Shuning uchun bu narsani keragi yo'q. Kichkinagina instrumental panelimiz bor. O'rtada mashinani boshqaradigan, hamma narsani boshqaradigan 15.6 dyuymlik displeyimiz mavjud. Undan tashqari oldimizda beprovodniy 50 vatlik beprovodniy zaryadligimiz bor. Havosida sovutib turadi. Mana bu yerlarda ikkita yana podstakanligimiz bor va podlokotligimiz tagida mana bunaqangi joyimiz bor. Bu joyda o'ta chuqur bo'lmaganligining asosiy sababi buni orqasida yana xolodilnikka o'xshagan tortmasi bor. U xolodilnik vazifasini bajaradimi yo'qmi, men to'g'ri bilmayman. Bilganlar kommentariyada qoldiringlar. Ammo lekin isitish vazifasini bajaradi. Xo'p, bundan tashqari mana bu yoqda nishamiz bor. Ko'p narsalarimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Type C, Type A portlarimiz ham mavjud. Qiziq, mashina yurgizish uchun qayerdan yurgizamiz, skorlar qayerda joylashgan desanglar, bu rulning orqasida gitara shaklida qo'yilgan, ya'ni o'ng tomon RNG'miz bu yoqda joylashgan, parkovkamiz bu yoqda joylashgan, bu esa pavorotligimiz va dvornigimizni ishlatish uchun barcha funksiyalar. Qolgan narsalar multimedia qo'limizda bor. Ko'p narsani rulda boshqarsa bo'ladi. Signali ham normalniy. Hop, tepasiga kelamiz. Tepalari qoraytirilgan. Chempionlarda lyuki ochilsa, bunda lyuki ochilmaydi, polniy panorama. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarida. Bu eng fulli bo'lganligi uchun buni xotirasini ko'rsataman. O'rtasida displey ham bor. Chempionlarda yo'q. Orqadagi odamlar bemalol mazza qilib televizor yoki farzandlaringiz multfilm ko'rib ketishi mumkin. Juda ham zo'r ishlangan. Kelinglar, orqasini ham ko'ramiz. Hozirgi o'tirishim juda ham qulay. Mana shu o'tirish holatimda orqasiga ham o'tib ko'ramiz. Ushbu mashinamizning orqa oynalari bir qavat hisoblanadi, lekin kuydirilgan, qoraytirilgan. Ya'ni butun umrga mana shu qoraytirib turadi. Ya'ni tonirovka qo'ysalar oqarib ketsa, bunda oqarmaydi. Bu ham knopочный. Endi orqada o'tirishimni bitta ko'ramiz. Mana orqada o'tirishim. Orqa ham xuddi juda ham keng. Eng qizig'i beli tik emas. Anchagina yotgan. Bemalol yotiq o'tiribman. Kelinglar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa qayerda. Mana 15.6 dyuymlik alohida displeyimiz bor. Bu displeyda bemalol televizor ko'rib, YouTube'da ko'rib bemalol ketaveramiz. Ya'ni orqada o'tirganlar alohida o'ziga yarasha mazza. Kilometrda kolonkalari ham bor. Kolonkasi ko'pligining ham asosiy sababi ushbu mashinamiz, ya'ni multimedial qilib ishlangan. Chiroqlarimiz qo'yilgan mana bu yerlarga. Tortkichimiz ona kirib chiqadi, ilmoqchalarimiz bor. Qaranglar, tomiga e'tibor bersalaring, tomida lyukimiz kichkinagina, chunki o'rtada mana bu qo'yilgan hisobiga oldiga kichkinagina panoramacha qo'yib qo'yilgan, orqadagilar uchun kichkinagina panoramacha qo'yib qo'yilgan, elektronniy yopilib ochiladi. Oldi esa mexanik ochib yopiladi. Ko'rishimiz mumkin. Sizlarga aytib o'tgan narsam bu mana bu pastida ham Type C, Type A portlarimiz mavjud va mana bunaqangi cho'ntagimiz mavjud. Bu xolodilnik vazifasini bajaradimi yo'qmi bilmayman, ammo lekin isitish vazifasini bajaradi. Zo'r joy qilingan. Agar xolodilnik vazifasini bajarsa bormi? Bilmaganim uchun ming bor uzr. Hop, orqasida abduf abagrev yo'q, hech kimdan kutilmagan. Endi kelinglar bagajiga. Ushbu mashinamizni bagajiga kelamiz. Benza bakimiz haqida ham gapirib ketaylik. Bu tomonda benza bakimiz joylashgan. Benza bakimiz 55 litrlik hisoblanadi. Ha, aytgancha, bu mashinamiz o'zi necha kilometr masofa bosib o'tadi desanglar. Hop, elektrda aytib o'tdim, 185 dan 100 gacha masofa qo'yadigan bo'lsak, bu mashinamiz o'rtacha 5 litrdan benzin yegan taqdirda ham 100 kilometrga 55 litrga 1100 masofa bosib o'ta oladi. Elektri bilan 1200. O'zini aytishi bo'yicha 1400 yuradi-yu, lekin men uni emas, ya'ni haqiqatga yaqinini aytyapman. 1100, 1200 kilometr to'liq bak va to'liq zaryad bilan yura oladi. Bagajimizni orqa qismini ham ko'rib qo'yamiz. Dongfeng belgilarimiz mavjud. Dongfeng Chichi deb yozilgan, Dongfeng avtokompaniyasi. Mana bu yerga function yozilgan. Bu iOS L8 deyiladi. Buni ham ochilishimiz elektronniy. Knopkani bosamiz, ochadi. Bagajimizning kattaligi 380 litr. Agar buni sideniyalarni tushiradigan bo'lsak, 1063 litr bo'lar ekan. Bundan tashqari, orqasidagi bagajimizda mana chiroqlari bor.
Mana bu yerda 12 voltlik mana bunaqangi zaryadligimiz bor. Bundan biz boshqa ko'p narsa uchun foydalanishimiz mumkin. Malaytini ko'rsalar, xuddi chempionda qangi instrumentlarni qo'yib bergan joyimiz bor. Zaryadlikni qo'yib qo'ysak bo'ladi, tok chiqaradigan qo'yib qo'ysak bo'ladi, damlaydigan klip, hamma narsani qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bagajimiz yaxshigina katta. Buni bosamiz, elektronli yopiladi. Avtomobili bor akalarimizga bitta zo'r taklifimiz bor. Elektromobil olgan paytlarida bilasizlar, mana bunaqangi 7 kilovatlik zaryadlikni podarka qilib berishadi. Bu 7 kilovatlik zaryadni mashinaga o'rnatganlaringda, uyga o'rnatganlaringda xarajat qilasizlar, alohida shotchi tushirasizlar, bersa 6 kilovatdan zaryad beradi o'rtacha. Mana bu tepasi turgan nima? 3,5 kilovatlik zaryadlik. Bu ushbu 3,5 kilovatlik zaryadligimiz o'rnatishga ehtiyoji yo'q. Ya'ni oddiy uydagi tokka tiqib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Bu ham sekin zaryad qiladi. Buni farqi 3.1 gacha zaryad beradi. Ya'ni bu zaryadligimiz bu zaryadlikdan 2 barobar sekin zaryad qiladi. Ammo lekin sizlarning mashinalaringiz masalan yuvan app bo'lishi mumkin yoki kichikroq yoki faqat shaharga minishinglar mumkin. Masalan deylik, mana bu 45 kilovatlik mashinamiz 300 kilometr yursa ham sizlar bir kunda 100 kilometr masofa bosib, 200 kilometr masofa bosib o'tsalaring, zaryadni bir 70-65% ni ishlatasizlar. Ya'ni 30% qoladimi? Bu degani 15 kilovat batareya qoldi degani. Qolgan 30 kilovatni to'ldirish uchun 3 kilovatdan zaryad bergan taqdirda ham 10 soatda to'ladi. Ya'ni shaharda minuvchi akalarimiz uchun, har kuni ko'p minmaydigan akalarimiz uchun mana bu qimmatga usta olib kelib o'rnatib o'tirmaysizlarda, mana buni olib kelasizlar uyga, hech qanaqa xarajat qilmasdan tokka tiqib zaryad qilishinglar mumkin. Ya'ni 3 kilovatdan bersa 10 soat zaryad qilsa, keyingi kun yana 200 kilometr yurish imkoniyatinglar bo'ladi. Agar shunaqangi zaryadchilar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamdagi telefon qiling, buyurtma qoldirishingiz mumkin. Butun O'zbekistonga jo'natib berish xizmatimiz ham bor. Hop, bu mashinamiz gibridli bo'lganligi uchun plug-in gibrid bo'ladi bu. O'shaning uchun buni zaryad qilishimiz ham mumkin. Kerak bo'lsa sekin zaryadli uyda zaryad qilasizlar, kerak bo'lsa ko'chada tez zaryad qilasizlar. Bilsalaring, O'zbekistondan avtosalondan sotib olinadigan mashinalarimizda mana bu tez zaryad qiladigan porti yo'q. Sekin zaryad qiladigan portiga nima qo'yib berishadi xotirmaydi. O'sha perihodniy orqali sekin zaryad qiladi. Bu anchagina tez zaryad qiladi. Ushbu mashinamiz 2025-yil 29-avgustdan boshlab ishlab chiqarishni boshlaganligi uchun bu mashinaning dizayni oxirgi trenddagi dizaynni qabul qilgan. Ya'ni chempionlar eskitda, misol uchun 24-yilda boshlangan bo'lsa, 23-yil yarmida boshlangan bo'lsa, eski dizayn hisoblanadi va bu hozirgisi esa yangi dizayn. Bunda Dongfengni nuqtali yonish, matritsali yonish trendi saqlanib qolingan va yangicha trend bo'lgan Lisyang boshdan oxirigacha chiroq qilish trendini ham saqlab qolishgan va asosiy farani mana bu yerga qo'yish trend ham qo'yilgan. Ya'ni hozirgi bu mashinamiz oxirgi trenddagi, oxirgi ko'rinishdagi, oxirgi fasondagi mashina hisoblanadi. Barcha chiroqlari LED hisoblanadi. Gibrid bo'lganligi uchun mana bu yerda shtorkalari ochiq bo'ladi, havo kirib sovutishga kerak bo'ladi. Bu mashinaning endi bitta klirensini ham. Klirensi ancha balandga o'xshaydi. Mana eng past joyi ham qo'limni qarichida mana ko'rsatyapman. Qo'limning qarichi 23 sm. Bu undan ham baland. 25. U ana bu tomonlari anchagina baland. Pasti tushmagan. Ko'rishinglar mumkin, mashinaning tagi anchagina baland, chempiondan baland bu. Bemalol qo'rqmasdan yamalardan ham yurish mumkin. Ushbu mashinamizda balon diskalar aytib o'tganimizdek Michelin balon taqilgan bo'ladi. 235 ga 50 R19. Bilasizlar, 235 bu eni, 50 bu profilining balandligi, 19 esa mana bu diskaning eng uzunlik dyum radius diametri hisoblanadi. Orqasiga ham, oldiga ham ko'rishinglar mumkin. Diskli aylanuvchan tormozlar qo'yilgan, orqasi mustaqil podveska hisoblanadi. Mega rechargening diskalari ham o'ta chiroyli qilib ishlangan, ko'rishinglar mumkin. Ushbu mashinamizda aytib o'tganimdek 19 ta kolonkadan tashqari bu eng fully bo'lganligi uchun ichida podsvetkalar ham yonib turadi. Mana bu aralaridan har ranglar yonib o'chib, taglaridan yonib turadi. 64 xil podsvetkali rangi bor. Kichkinagina mana bu yerda bardachogimiz ham bor ekan. Eng qizig'ini aytayman akalar sizlarga, chempionda bo'lmagan bitta funksiya.
mashinamizda doimiy orqasini ham, oldini ham videoga olib ketadigan kameramiz mavjud. Ya'ni pastdagi displeydan emas, alohida mana bu orqani ko'radigan displeyda ko'rib ketishimiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ushbu mashinani Champion gibrididan ancha ko'p narsasini ko'rdim. Bu mashinani Champion gibriddan ko'ra ancha yaxshiroq va endi trendga chiqadigan mashina deb o'ylayapman. Bu mashina qora rangi ham bor, hozir ko'rib turganimiz mokri. Salon rangini ham boshqachalari mavjud. Ha, akalar, parallelni gibrid haqida ozgina gapirib o'tib ketay, eslatib. Parallelni gibridda ketma-ket gibriddan farqi nimada? Ketma-ket gibridda aytganimdek, u asli gibrid deyilmaydi, masofasi uzaytirilgan elektromobil hisoblanadi. Ya'ni asli elektromobil bo'ladi, batareykasi kichkina bo'lganligi uchun unga dvigatel qo'yilgan qo'shimcha. U dvigatelning asosiy vazifasi elektr ishlab chiqarib beradi. Ya'ni mashina, masalan, mana qarshimizda turgan Chiyuan A06 miz bor, Dongfeng Yifei 008 bor, S07lar bor, Deepal, Lisanglar, Leapmotor barcha ketma-ket gibrid mashinalarimizni o'zi asli masofasi uzaytirilgan elektromobil deyiladi. Hatto e'tibor bergan bo'lsalaring, GAC Aion i60larda chekkasiga REEV deb yozilyapti. Ya'ni Range Extended Electric Vehicle tarjimasi masofasi uzaytirilgan elektromobil. Xo'p, nimaga unaqa deyiladi? Sababi elektrda tortadi mashina, hech qachon dvigatel mashinani tortishda qatnashmaydi. Shuning uchun ham rastamoshkasi elektromobildagi o'tadi. Dvigatelning asosiy vazifasi batareyka mashinani qancha tez haydasak, qancha tok ko'p yesa, o'shanga yarasha tok ishlab chiqarish berish bilan shug'ullanadi. Ya'ni mashina qancha ko'p tok yeydigan holatda mashina yursa, dvigatelimiz ham o'shancha baqirib, o'shancha ko'p tok ishlab chiqaradi. Bu degani, to'g'ri dvigatelli mashinadan ko'ra masofasi uzaytirilgan elektromobillarning dvigateli ko'proq benzin yeydi. Masalan, shahar ichida to'g'ri dvigatellar ko'p yeydi, lekin shahar tashqarisiga chiqqanda stupenkali, ya'ni skori bor. 5-6 skorlar bor. U skorga chiqib olganda mashina benzin kam yeydi, dvigatel kam aylanadi, lekin balon ko'p aylanib, kamroq benzin yeydi. Masofasi uzaytirilgan elektromobillarda esa qancha tez yursa, o'shancha ko'p tok yeydi. Qancha tez yursa, qancha ko'p tok yegandan keyin ko'p tok yegan sari ko'proq benzin yeydi. Masofa uzaytirilgan elektromobillarda dvigatelli mashinalardan kamchiligi shunda. Lekin ustunligi shaharda dvigatelli mashina ko'p benzin yeydi, elektr kam yeydi. Shuni hisobiga shahar ichiga masofasi uzaytirilgan elektromobillar benzin kam yeydi. Endi parallelni gibridga keladigan bo'lsak, nima farqi bor? Parallelni gibridimizda ham oddiy gibridlar bor, super gibridlar bor. Hozirgi BYD va mana bu Dongfeng Aeolus Function L8 imiz super gibrid hisoblanadi. Birinchisi ketma-ketlik gibrid vazifasini bajaradi, elektr tok ishlab chiqarib beradi. Lekin qaysidir tezlikka chiqqanda, katta tezlikka chiqqanda, dvigatelni ishlab chiqarayotgan elektr toki ko'payib ketganda, uni o'rniga mashinani o'zi tortsa kamroq yoqilg'i sarf qiladigan holatga kelganda yoki optimal holat yoki nima deymiz, samaraliroq bo'lgan holatda mashinamiz ham elektr ishlab chiqaradi, ham dvigatelimiz alohida shisterna orqali ulanib, reduktorga ulanib mashinani balon tortishni boshlaydi. Bu degani, mashina katta tezlikka chiqqanda faqat tokni hisobiga yurmaydi, dvigatelni tortishi yordam beradi. Agar gibrid mashinalar, super gibridlarni dvigateli atmosferniy bo'lsa, tasavvur qilinglar, 1,5 atmosferniy BYDda bu kobaltdaqa kuchi bor. Katta tezlikda bildirmaydi, lekin toqqa chiqayotganda kuchi yetmasligi aniq. Bu mashinalar 1,5 turbo. Ya'ni BYD so'ngda Championni tortishidan ko'ra, buni tortishi elektrda emas, parallel holatda ishlashi buni kuchliroq hisoblanadi. Elektrga keladigan bo'lsak, elektrda tortishi 100 kW, katta tezlikda 100 kWh, 100 kWlik motor yetib ortadi. Katta tezliklarda katta motorli kuch kerak bo'ladi, uni o'rniga dvigatelni o'zi tortadi. Ya'ni shuning uchun ham bu optimal hisoblanadi, ekonomik hisoblanadi va parallel gibridlar ichida eng arzon, eng zo'r mashina mana shu hisoblanadi deb o'ylayman. Kelinglar, endi ushbu mashinani biz bir test drive ko'raylik. D ga qo'ydik. 2 marta bossa hatto adaptiv cruise control yonar ekan shetda o'zida. 3 marta bossa smart control yondi. Ana endi bo'ldi, endi yurishni boshladik. Adaptiv cruise control yonsa o'zi yonar ekan. 2 marta bossa adaptiv cruise control yonar ekan ushbu mashinada. Hop, ketdik, yurishimiz. Elektrda tortyapti mashinamiz hozir, chunki biz sekin yuryapmiz. Bu mashinamizda 3 ta rejimi bor. Faqat elektrda yurish, avtomatik, ya'ni kerak bo'lsa gibrid yonadi va doimiy gibrid. Doimiy gibridga qo'yib qo'ysak, dvigatel doim ishlaydi, elektr tokini to'ldiradi, tinmasdan to'ldiradi.
avtomatikda elektr tokimiz kamayib boradi. Chunki bu plugin-ku. Bir 300-400 kilometr yurganimizda tokimiz ham tugaydi, qayerdadir zaryad qilishimiz kerak bo'ladi. Agar biz polniga qo'yib qo'ysak, kamaymaydi. Ko'p bo'lib yuraveradi. Avtomatikda hech qachon tugab qolmaydi. 10% ga tushganda o'zi hamisha gibridli motorimiz, ya'ni dvigatelimiz tok ishlab chiqarib berib turadi. Ortiqcha tokni batareykaga beradi, keragini ishlatadi. Ya'ni hamisha odatda ketma-ket gibridlarda katta tezlikda doim yurish natijasida batareykasi qolmasa, kuch faqatgina dvigatelga qoladi. Dvigatel qancha tok ishlab chiqarib bersa, shundan ortiqcha tok ishlatish mumkin emas. Masalan, deylik, Lishan 120 km/s tezlik uchun 50 watt tok yoqsa soatiga, agar uni dvigatel 50 watt tok ishlab chiqarib bera olmasa, u 120 soat tezlikda yura olmaydi. Bu tasavvur, misol qilib aytyapman-da. Misol uchun, bu 1.5 turbolik mashinamiz soatiga 100 kW tok ishlab chiqarib bera olsa, chempionlik atmosferning 100 ta ot kuchi bor, bundan 1.5 baravariga kam. Ya'ni 70 kW tok chiqarib bera oladi. Agar 150 km/s tezlikda yurish uchun 100 kW tok kerak bo'ladigan bo'lsa, chempion 150 km/s tezlikda yura olmaydi. Yani toki yetmaydi. O'shaning uchun u gibridni o'tib ketadi. Chempionda emas, deylik ketma-ket gibridlarga kelsak, masalan 1.5 atmosferning mashinalardan bu Deepal S07. S07miz 1.5 atmosferning. 1.5 atmosferning agar katta tezlikka yetarli tok ishlab chiqarib bera olmasa, ishlab chiqarib bergan tokni tezligicha yura oladi. Ya'ni siz 180 da yuraman desangiz ham, agar uni toki 120 ga yetsa, faqat 120 dan oshmay yuradi. Buni ustunligi ham turbo, ham bu parallelni birga tortadi. Yurishini ko'ramiz, bitta tezligi normalni, shahar uchun bu 100 kWlik mashina yurishi yaxshi. Endi bir daqir-duqurlarga ham bitta solib ko'rsak. Hop. O'ngga chapga qilishlarimiz juda ham yaxshi. Chempionda sal tashardi. O'tni ko'ti yiqilib ketib turgandek bo'lardi. Bu mashinamiz ancha balansi ancha zo'r ushlayapti. Hop. Politsiyaskilardan bitta o'tib ko'ramiz, bitta oyog'i bilan, keyin ikkala oyog'i bilan ham o'tib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan. Yurishi zo'r, sidenlarda o'tirish komfortli, rul boshqarish qulay. Tormozlari ham zo'r ushlayapti. Oddiy joylardan biliq-biliq qilib o'tib ketyapti. Qani mana politsiyaskidan bitta yumshoq o'tdi. Baloni dami 3 dan tepada, lekin 3 dan tepada bemalol urmasdan o'tdi. Ko'p mashinalar urardi. Endi ikkalasini o'tkazaylikchi, nima bo'lar ekan? Ha, sakratib yubordi. Normalni o'tdi. Kobrlardan antimda qattiqroq urardi. Buni yoniga chempionni ham minib ko'rish kerak edi o'zi. Yonma-yon minib ko'rish kerak, shunda to'chinroq bo'ladi. Hozir menga buni yurishini yumshoqligi ham zo'r. Bilasizlar, Dongfeng Ipai 008 ni qanaqa yumshoq chiqardi. Yumshoq mashinalardan bitta hisoblanadi. Buniki ham o'xshashligi bor. Yurishlari zo'r. Oldin McPherson, orqasi mnogorычажный, yumshoqligi bo'yicha xuddi Ipai 008 dan olganga o'xshaydi. Oxirgi texnologiyalar ishlatilgan. Nimaga maqtayapsan bunchalik deyishinglar mumkin. Prosta men gibridli mashinani bunaqa arzonini ko'rmaganman. 30 ming tepasida, 32 mingda yoki 32 ming pastida gibrid, parallel gibrid mashina olish imkoni yo'q edi. Bu mashina birinchi eng arzon va sifat bo'yicha yomon bo'lmagan mashinalar uchun o'zimga yoqib ketib, o'zimga olgim kelib ketyapti. Shuning uchun ko'p maqtab bordim, xafa bo'lmaysizlar. O'zimning mashinam emas bu. Ana daqir-duqurlardan o'tganda sakrab tashayapti. Urmayapti. Eng zo'ri urmayapti. Baloni qattiq urmayapti. O'tib olgandan keyin 2-3 marta sakrab olyapti lekin. Xo'p, bu hozir yurganimiz bu ekonom rejim, bu mashinaning komfort rejimi ham bor, mana bu yerda sport rejimi ham bor. Kelinglar, shu sport rejimida bitta bosib ko'ramiz yurishini. Bu mashinamiz sport rejimida ham motor 100 kWlik bo'lganligi uchun 100 km/s tezlikka 7 sekunddan vaqtliroq chiqa olmasa kerak. Kerak bo'lsa hozir mana taxminan sanaymiz. Ko'rishimiz mumkin. Tortishini ko'rishimiz mumkin. Yo bu tomonda nimalar bor ekan? Politsiyaskilar bor ekan. Mana shu yerda bitta tortib ko'ramiz. Yurishini taxminan o'zimiz sanaymiz sportda. Hop. Bu mashinamizni nimaga qarshi sistemasi yoniq ekan. Buksavatga qarshi sistemamiz. Turgan joyda bitta bosganimda
o'ta tezlanib ketmadi. Xuddi skor almashgandek tezlanyapti. Birda tez yurib turib, keyin yana ham tezlashib turib, keyin yana tezlashib ketyapti. Xuddi skor almashib turgandek programmalashtirilgan ekan. Mana. Mana tezlab ketdi yana ham. Mayda yana ham tezlab ketdi. 3 ta skorga kelganda уже 100 km/soat tezlikdan oshib ketyapti. Aqlli qilib ishlangan ekan, motorga og'irlik kelmasligi uchun. Qaranglar, shu narsalargacha hisobga olingan ekan. Zamonaviy texnologiya. Mana o'zim bilyapman mana. Tezlanish o'zgardi. Endi yana o'zgardi. Tormozlashi ham zo'r ekan. Qoyil. Birdaniga to'xtaganimga avarinkalari ham ishlab ketdi. Sportda tortish vashi zo'r ekan, lekin borib. Dvigateli ham ishlayapti. Tokkotda ishlatgan hisobiga dvigatelining ovozini eshityapman. Dvigateli qancha bosgan sari dvigatelning ham ovozi kuchayib boryapti. Tok ishlab chiqarish qancha ko'payyapti. Haqiqiy benzinli mashina mingandek his tuyg'u berar ekan, lekin borib sportda qattiq bosganda. Aytgancha, agar ushbu mashinani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda raqam qoldiraman, ushbu raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Mana akalar, qo'ldan kelgancha ushbu mashinamizni Dongfeng Fengshen yoki iOS L8 mashinamizni qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Kamchiliklarimiz albatta bor, insonmiz, kamchiliklarimizni aybga buyurmaysizlar va qayerda kamchilik qilgan bo'lsak, noto'g'ri gapirgan bo'lsak yoki qaysidir joylarini aytib o'tib ketmagan bo'lsak, albatta kommentariyada o'sha fikrlarni qoldiringlar. Bu mashina haqida aytib o'tilmagan birorta narsani bilsanglar, albatta kommentariyada yozib ketinglarki, qolgan ko'ruvchilar ham u narsani bilib olsin va biz ham bilib olaylik. Akalar, agar sizlarga video ma'qul kelgan bo'lsa, obzorimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, mehnatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bitta laykni ayamaysiz. Agar siz elektromobillar haqida qiziqsangiz, elektromobillar, yangi elektromobillar haqidagi videolarni ko'rishni xohlasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu kanalda biz faqatgina yangi chiqqan elektromobillar, yangi chiqqan gibrid mashinalar haqida videolar va tanishtiruvlar qilib boramiz. Bundan tashqari akalar, Instagram kanalimiz bor, xuddi shu elektromobil bozor nomidagi. U Instagram kanalimizda ikkinchi qo'l mashinalar bormi, bozordagi yangi chiqqan mashinalar bormi, narxlarini e'lon qilib boramiz. Agar sizda ham sotmoqchi bo'lgan mashinangiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashinangizni sotishda yordam beramiz. Reklama qilish mutlaqo bepul hisoblanadi. Agar siz mashina olmoqchi bo'lsangiz, albatta Instagram kanalimizni ham kuzatib boringki, o'zingizga ma'qul kelgan mashina chiqib qolganda o'tkazib yubormang. Agar sizlarga ushbu video ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta laykni esingizlardan chiqmasdan bosgan holatda sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.